arab tilida hol ahvol so'rashishligini o'rganamiz. Erkaklar uchun kayfa haluka, ahvolingiz qanday? Bi khayrin valhamdulillah, yaxshiman, alhamdulillah. Va kayfa haluka anta, sizni ahvollaringiz qanday? Bi khayrin ana valhamdulillah, men ham yaxshiman, alhamdulillah. Ayollarga kelganimizda kayfa haluki, ahvolingiz qalay? Ki bo'ldi, e'tibor qilgan bo'lsangiz, bi khayrin valhamdulillah, yaxshiman, alhamdulillah. Va kayfa haluki anti, sizni ahvolingiz qalay? Bi khayrin valhamdulillah, yaxshiman, alhamdulillah. Kayfa haluki bilan anti oxiri i bilan yakunlandi. Ayollarda kayfa haluka va anta, sen deganda oxiri a bilan yakunlandi.